Hammaga assalomu alaykum. Qizlarjo'lar qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Ovozimga e'tibor bermanglar. Shamollaganman salgina. Bugun обещанный vlog. Dalada ishlaymiz. Bizda dala quyoshlik bo'lgani bilan все равно salqin. Hozir koftachalarni kiyib olamizda. Dalaga ishlashga chiqamiz. Ketdik bo'lmasa men bilan birgalikda ishlashga. Kuxnyalarni aytmoqchi, yig'ishtirib bo'ldim hamma joylarini. Top-tozagina qilib. Endi ko'chaga chiqamiz. Tak, qizlarjo'lar, uyimni oldi mana shunaqa paka. Ulgursak mana bu ishlarni ham olib tashlaymiz o'g'lim bilan. Mana bu gultvoklarimni olishim kerak, berlanishni olishimiz kerak. Tak, что? Mana bu yerdan ziyod hamma narsalar olinadi. Bular уже ichkariga kiriladi. Tuxumni skorlupasini olib kelaman, bilasizlar. Bular hammasini hozir yerga ko'mamiz, огородga. Keyingi safar kalsiy bilan yaxshi hosil bo'lishi uchun. Mana bu gullarimni hammasini qirqib, tag-tubigacha olib, mana bu yerdan hamma narsalarni yig'ishtirib olamiz. Xudo xohlasa uspech qilsam, teplitsamni ham ichkarida hamma narsani, ekinlarni yig'ib olishim kerak. Уже bechoralar sovuqqa qurib qolyapti. Ketdik bo'lmasa boshlaymiz. Sizlar ham men bilan ishlanglar, agar ishlaginglaringiz kelsa. Qizlarjo'lar, bismillahirrohmanirrohim deb ishni boshlaymiz. Xudo xohlasa, men bu hamma gullarimni, hamma o'simliklarimni tag-tugigacha olib tashlayman. Nimaga olib tashlaysiz? O'zi qurib so'laydi deyishlaringiz mumkin, lekin o'tgan yili olmadim. Bu yerda hamma qo'shnilarim tag-tugigacha olib tashlaydi. Olmasangiz agar qurib, bunday xunuk niholcha bo'lib, ustidan qor tushib, juda ham xunuk bo'lib qoladi-da. Qor yoqqan payti bir tekis chiroyli огород bo'lmaydi. Shuning uchun shularni обязательно olaman deb shu yil qaror qildim. Xudo xohlasa olishni boshladim qizlarjo'lar. Bilmadim, sizlarga qiziqmi bu огород yig'ishtirish yo'qmi? O'tgan safar yozganimda Telegramda qiziq deb yozibsizlar, lekin men огородimda hali hech narsa yo'q, hali hech narsa ekilmagan. Только mana o'zimiz yeydigan narsalar ekiladi. Chunki haligacha обустройство ketyapti. Hali nima qayerga qurilishni, letniy kuxnya qilmoqchi biz. Letniy kuxnya oldidan yana bir nimalar. Hali rejalarimiz juda ham ko'p, shuning uchun ko'p narsa ekishga hali rejada emas, to'g'rirog'i. Hamma narsani joylashtirib qurib bo'lganimizdan keyin dekorativniy daraxtchalar ekish niyatimiz bor. Ular ham bo'lsa hosil beradigan emas. Bu nima desam sizlarga, archalar har xil ekilishi mumkin. Qizlarjo'lar, yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Kommentariyada kimga qiziq bo'lgan savollar bo'lsa, savollaringizni qoldiringlar. Men asta-sekinlik bilan har vlogimda savollarga javob berib o'taman. Yaqinda bir savolga ko'zim tushib qoldi. Nima uchun o'zimizni o'zbek tilini buzib, rus tilini qo'shib gapirasiz yoki tarjimasini bilmaysizmi? O'zi o'zbekmisiz degan savolga ko'zim tushib qoldi. Вообще o'zi oxirgi vaqtlar meni bir yaxshi ko'rgan qo'shiqchim bor-da, rus qo'shiqchi. U ham yaqinda ko'tarilishni boshlagan. Shunga savol berishdi-da, intervyularni ko'rib qoldim. Nimaga savollarga javob bermaysan, ko'p savollarga deb yozganiga, sen mashhursan, mashhur odamlar har bir savolga javob berish kerak, negativga ham, yaxshisiga ham deb savol berdi-da. O'shanda shu qiz aytayapti-ku, nima uchun men endi negativga savolga javob berishim kerak? Negativ savol orqada qolaversin, ular meni e'tiborimga loyiq emas. Men negativ savolga e'tibor bergan vaqtimni yaxshi savolni javobiga e'tibor bermoqchiman. Biror kishi menga yaxshi savol berib, o'sha kishini javobini javobsiz qoldirsam, o'zimga ep ko'rmayman shu narsani. U kishini xafa qilib qo'ygan bo'laman deb javob qaytardi-da. Juda ham chiroyli javob qaytardi. Men tarjimasini aytib beraman sizlarga. Shunda bo'lmasa o'zi yosh qizda, shunday nima qilib ketdim, boshqacha, nima deydi, odamlarga boshqacha fikrda bo'lib ketasan-ku, shunday hurmatim oshib ketdi o'sha qizga demoqchiman-da, qizlarjo'lar. Keyin o'zim mashq qilgan paytim, bir ishga ketayotgan paytim o'zim svobodniy
miyam chalg'imagan payti shu narsalarni kontrollировать qilib ketamanda, bo'ldi negativga yozmayman javob, negativ savollarga javob yozmayman deymanda, yana shu narsaga to'xtalib o'taman. Nimagadir boshqa odamlar ham shu narsani eshitib xulosa chiqarishini xohlaymanmi, bilmadim. Xo'jayinim aytadilar, negativ savollarga javob berma, ular qancha javob bermasang shuncha nima deydi, ichida qovurilib qoladi deyishadi-da. No, все равно nimagadir shu savolga to'xtalib o'tkim keldi, lekin bu mana bu savolda o'zbek tilimiz haqidagi savolda negativ savol deb hisoblamayman. Shuning uchun javob berib o'tmoqchiman qizlarjonlar. Mani tushunishim bo'yicha til bilgan bu juda ham yaxshi inson deb hisoblayman. Bilmadim, sizlar qanaqa hisoblaysizlar buni? Kommentariyada albatta yozib qoldiringlar javoblaringizni. Menga juda ham qiziq. O'zimizni tilni juda ham yaxshi ko'raman. Qizlarjonlar, aytib o'tay sizlarga. O'zimizni til dunyodagi eng chiroyli til hisoblayman, chunki o'zimning ona tilim u. Lekin boshqa tillarni o'rganishga ham intilaman. Mana masalan, har safar chet elga chiqib kelgan paytimiz boshqa dunyoni ko'rib, boshqa odamlarni ko'rib, boshqa tillarni eshitib havasim ketadi-da. Shu tillardan o'rganishim kerak. Men inglizkini o'rganishim kerak. Men kitayskini o'rganishim kerak deb o'ylayman, lekin o'shanga vaqtim yo'q-da. Mana umuman vaqt yo'q. Qayta tug'ilsaydim, mana shunaqa tillarni o'rganardim, jahon kezardim deb o'zimga o'zim gapirib qolaman-da. Lekin Allohga shukr, hozir ham jahon kezyapmiz, dunyolarni ko'ryapmiz. Xo'jayinim bilan Allohga ming hisob shukronalar bo'lsin. Xo'jayinimga katta rahmat shu ko'cha boshqa joylarga olib yurganlari uchun. Mana jiyanim ham borda, katta opamni qizlari Firuzga, shunga juda ham havasim keladi. O'zi 20 yosh, lekin har xil til biladi. Kitayskiy, nemetskiy, angliyskiy, arab tili, yana qanaqadir tillarni o'rganyapti. Xola deydi, xola katta bo'lsam, katta emas, endi ko'p pullarim bo'lsa, pul ishlashni boshlagan paytim jahon kezaman, xudo xohlasa deydi-da. Deyman-da, asalim, bu narsani qilish kerak. Agar niyat qilsang, niyatingga erishasan deb mana gapirib qo'llab-quvvatlab turaman-da. Shuning uchun mani dunyo qarashim bo'yicha tilni har xil tillarda gapirish bu juda ham faxrli narsa hisoblayman. Yana bir faktlardan bittasi, biz 20 yildan ziyod уже Rossiyada yashayapmiz. Biz ishxonada rus tilida gaplashasan, ko'chada rus tilida, magazinda, hamma joyda rus tilida gaplashganingdan keyin baribir ozgina bo'lsa ham rus tili bilan o'zbek tili aralashib ketadi deb o'ylayman. Nima deysizlar? Sizlar bu narsaga qanaqa qaraysizlar? Balkim kimnidir razdражать qilayotgandirman. Kechirasizlar qizlarjonlar, men gapirishim shu. Men bilamanki, ko'pchilikka meni gapirishim yoqadi, chunki Telegram kanalimda ko'pchilik yozib turishadi. Shunaqa o'zbekcha, ruscha gapirib turing, bizga ham o'rgatasiz rus tilini deb gapirib qolishadi. Men juda ham xursandman bu narsadan. Agar kimgadir foydam tegsa, mendan baxtli inson yo'q deb o'ylayman qizlarjonlar. Keyingi savolga to'xtalib o'tmoqchiman qizlarjonlar. Savol beribdilar, opamizmi, singlimizmi Dilfuza, oila byudjetini qanday taqsimlaysizlar? Mazmunli yashash uchun nimalarga amal qilasiz? Ba'zida inson uzoq shaharlarga ketib qolgisi keladi deb yozibdilar. Shu savolga ham javob berib o'tmoqchiman qizlarjonlar. Oila byudjeti oilamizni xo'jayinim boqadilar. To'g'risida endi xo'jayinimning pullari, hammamizning pulimiz, mani pulim deydi-ki, xuddi shunday. Lekin men ham oylik olaman-da, oyligim katta emas xo'jayinimnikiday. O'zimga yetadi demayman, chunki men o'ngga chapga pulimni ishlatadigan ayollardan emasman. Lekin pul yig'olmayman, bu rost gap. Pulni yig'ishni xo'jayinim juda ham yaxshi biladilar. U kishini qo'llaridan keladi. Men har safar o'zim voyon pul yig'aman deyman, yig'olmayman. Bir nimalarni ko'rsam o'gim kelib ketadi. Albatta bu o'zimga kiyim yoki o'zimga bir nima emas. Bu oilaga, uyimga, kuxnyamga, oshxonamda har xil bilasizlar narsalarni olishni yaxshi ko'raman. Uyga har xil yangi narsalar olishni yaxshi ko'raman. Xo'jayinim bu narsani ko'p aytadilar-da, sen narsadan tuymaysan. Men o'zimga narsa olmayman, men uyga narsa olaman. Shu gapiradilar-da, keyin yana o'zlari ham olib beradilar. Shuning uchun ham katta rahmat. Uyda byudjetini, hamma narsasini
nima deydi, produkti tam bir joylarga chiqishimiz, aylanishimiz, kafe, bolalarni darslari, trenirovkasi, qizimni har bir chetga chiqib kelishi, chet deganim masalan соревнованияларga borib kelishi 100 mingga yaqin rossiyskiy pulda bo'ladi Qiziljo'llar. Bu juda ham katta pul. Yo 50 ming, yo 100 ming, yo 70 ming tуда-обратно, yeb ichishi, gostinitsasi, nafaqat qizimni, boshqa bolalarimizda ham xuddi shunday. Hammasiga xo'jayinim to'laydilar hamma pullarini. Man nimaga to'lashim mumkin? Man uyni pulini to'lashim mumkin, masalan, kvartira platani, repetitor to'lashim mumkin. Mana qizim masalan repetitorga boradi, обязательно repetitorga qo'yamiz. Hamma bolalarimiz borgan, qizim ham boradi обязательно. Repetitorство agar qurblaringiz yetsa, albatta bolalaringizni beringlar Qiziljo'llar. Biza вообще bir nima olmoqchi bo'lsak, maslahatlashib olamiz. Xo'jayinim uncha men bilan maslahatlashmaydilar, nima olgilari kelsa, uyga biron nima olsak, или men bir nima olgim kelsa, обязательно xo'jayinimga aytib birga olamiz Qiziljo'llar. Magazinlarga ham birga boramiz hamma vaqt. Kuzgi dekorlarni sizlarga ko'rsatmay o'tdim, chunki xo'jayinim O'zbekistonga ketib qoldilar. Men biz xo'jayinimsiz aylanmayman, shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi Qiziljo'llar. Men ham o'zimni pulimni aytib o'tganimdek o'qqa buyoqqa sochadigan inson emasman. Hammasi uyga, hamma pul bolalarga yaxshi yashashimiz uchun ketadi, shunaqa. Lekin tinmaymiz Qiziljo'llar. Masalan, ko'pchilik ko'raman, bugun dam olamiz, nima qilamiz? Bizda har kuni ish bor. Hovlida turganimiz uchunmi? Har kuni ish, dam olish go'xida xo'jayinim aytadi, "Bil yig'ishtirishlaringni ketdik, dam olishga chiqib kelamiz" deb shu xo'jayinim tortib ketmasalar, uydan chiqqim kelmaydi meni. Shunaqa payt kelib qoldimi? Bilmadim. Savollarning oxirida ba'zida inson uzoq-uzoqlarga ketgisi keladi degan savollarga ham javob berib o'tmoqchiman. Inson qachonki uy ishlaridan zeriksa, charchasa, mana davlat ishidan ham charchaysiz-ku. Nima uchun отпуск beriladi? Yilida bir marta, yilida 2 marta, chunki insonning organizmi charchaydi. Hech narsa qiyin kelmaydi-da, prosta. Mana bir joylarga chiqib kelish, nafaqat chet elga, masalan, prosta o'zingizda shahringizda отдыхать qiladigan joylar bor. Prosta uydan chiqib bir kecha emas, 2 kecha, 3 kecha masalan, bir toqqami o'zimizda chiqib keladilar-da, например, qor yog'adigan joylarga o'chaylik ko'rdim, O'zbekistonda ko'pchiliklar aylanib yuribdi. Shunaqa joylarga prosta borib, gostinitsada bir kechami, 2 kechami dam olib, oila davrasida mana kuxnyada ovqat qilmay, o'zingizda kuxnyangizda ovqat qilmay bir joylarda borib yeb kelsangiz, mana shuni o'zi nima deydi, перезагрузка bo'ladi-da. Shuning uchun charchagan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Chunki men отпускagacha juda ham charchagan edim. Bir joyga chiqqim kelib va qachon boramiz shu отпускni kutib yashadim. Allohga shukr borib keldik. Insonning organizmi yangilanib, yana ishlashga kirishib ketasan-da. Bir zerikkan payting o'sha отпускdagi davrlarni eslaysan, yaxshi damlarni, shirin damlarni eslab yana ishlarga kirishib ketasan. Shuning uchun maslahatim, bir joylarga chiqib keling, xo'jayiningizni shunday olingda, bolalaringizni tashib ketsangiz ham bo'ladi. Chunki bolalar o'z yo'liga katta bo'lganlaridan keyin ular ham o'zlarining turmush o'rtoqlari bilan bir joylarga aylanishlarga chiqadi deb o'ylayman Qiziljo'llar. Mana shu meni maslahatim. Qiziljo'llar, yana sizlarga bir nima desam, o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hozir yangi podpischiklarimni ko'raman. Allohga shukr. O'zimni eski podpischiklarim ham meni topishibdi. Ko'pchiligi sizni topdim, xursandman juda ham deb yozishibdilar. To'g'risi men ham juda xursandman. Men kimgadir kerakligimdan, значит, mana shu chiqarayotgan vloglarim kimgadir foydali, shuning uchun meni kutadi Qiziljo'llar. Shuning uchun kattadan katta rahmat aytmoqchiman sizlarga. Qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun rahmat aytmoqchiman sizlarga. Ko'proq like bosinglar, kommentariy yozinglar. Videoimni rivojlanishiga yanada yordam berasizlar. Sizlardan shu yordam Qiziljo'llar. Yangi yilga yaqin albatta har doimgidek konkurs o'ynaymiz. Konkurs shartlarini yaqinda tuzishni boshlayman. Yaxshi ko'rgan narsalaringizdan sovg'a qilaman, xudo xohlasa, yutgan insonlarga.
Nashat krem haqida so'ragan ekansizlar qizlarjonlar. Men kremni videoga oldim. Keyingi vlogda qo'yib yuboraman. Haqiqatan ham rostdan ham zo'r krem. Xo'jayinim O'zbekistonga borganlarida opamlarga, jiyanimga berib yubordim. Jiyanim aytadi-ku, nimaga vannaga kirdimda deydilar, yuvinib chiqqancha 100 marta hidladim. Xolos shunaqa hidi zo'r ekan, shunaqa hidi zo'r ekan. Lekin haqiqatan ham addushkasi rosa zo'r qizlar. Sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman. Albatta yangi yil sovg'alarida shunaqa kremlardan ham sovg'a qilaman albatta sizlarga. Yangi obunachilarimga o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Qizlarjonlar, ismim Dilfuza. O'zbekistonni Navoiy shahridanman. Hozir esa savollarda yozilibdilar, qayerlarda turasiz, nima ish qilasiz deb. Hozir Rossiyaning Xabarovsk shahrida turamiz qizlarjonlar. O'zim вообще shu yerda o'qib chiqdim 5 yil. Pedagogический universitetda 5-6 yil, agar adashmasam 5-6 yil воспитатель bo'lib ishladim. Дошкольное образование meniki. Keyin bolalardan charchadim deydi-ku. Bolalardan charchadim emas, lavozimim oshdi. Lavozimim oshib, Zampaxer zavxoz bo'lib ishladim 2 yil. U ishdan ham charchadim. Charchadim emas, to'g'riroq ertalab ketib, kechasi uyga keladigan bo'lib qoldim. Kechqurun, chunki hamma ishni menga yog'ib tashadilar. Xo'jayinim shart qo'ydilar, obedgacha ishlaysan, obedgacha ishlamasang вообще ishingdan bo'shalib ket dedilar. Hay dedimda, keyin oshpazlikka o'tib ketdim. Birga ishlagan o'rtog'im o'zini bog'chasiga chaqirdi. O'sha yerda oshpaz bo'lib ishlayapman hozirgacha. No, xudo xohlasa ertadan kladovshitsalikka o'tib ketyapman, chunki kladovshika biyimiz увольняться qildilar. O'sha yerga o'rta dokumentatsiya bilan ishlash kerak, tovar qabul qilib, spisat qilib, dogovorlarni yozishga. O'sha yerga o'tyapman hozir, oshpazlikni ham tashlayapman, chunki oshpazlik ham oson emas qizlarjonlar. Вообще oson ishni o'zi yo'q. Sizlarga shuni aytib o'tmoqchiman. Ishlamoqchi bo'lgan odam ish topadi hamma vaqt. Oson ishni o'zi yo'q. Pul ishlamoqchi bo'lsang ishlaysan. Ilojing yo'q. Hayot shunaqa qizlarjonlar. Vot, hozirgi kunda mana shunaqa chiroyli uyni qurib, o'zim yaxshi ko'rgan oshxonamda har xil pishiriqlar bilan sizlarni xursand qilyapman deb o'ylayman qizlarjonlar. Farzandlarimga kelsak, 3 ta farzandimiz bor. Xo'jayinimni ham ishlarini so'rabsizlar. Xo'jayinim quruvchilar, o'zlarining firmalari bor. O'zlariga xon, o'zlariga bek bo'lib ishlaydilar. Xohlasalar ishga boradilar, xohlasalar yo'q. No, ishga har kuni boradilar, hazillashyapman, конечно. Вот, и farzandlarimiz, 3 ta farzandimiz bor. 2 ta o'g'il, 1 qiz. Katta o'g'lim 21 yoshda, ikkinchi o'g'lim 17 yoshda va qizim xudo xohlasa yaqinda 14 yoshga kiradi. Katta o'g'lim institutda o'qiydi, ikkinchisi texnikumda o'qiydi, qizim esa hali maktabda. Qizlarjonlar, keyingi savolga o'tamiz. Men yaqinda avtoshkolani o'qib tugatdim. Avtomobilim ham bor, lekin katta yo'lga chiqsam ozgina qo'rquv bor. Tormoz bosish esimdan chiqib ketadi. Sizda ham shunaqa qo'rquv bo'lganmi deb yozibdilar. Bu savolga javobim, menda qo'rquv bo'lgan. Bilasizmi qanaqa qo'rquv bo'lgan? Men tormoz bosish esimdan chiqmagan. Men prosta o'zimning mashinam bo'lmagan. Xo'jayinimning mashinasi yangi mashina edi. Xo'jayinim uyga obedga uxlashga kelardilar, ovqatlanishga kelardi, 15 minut mizg'ib olardilar. O'sha uxlagan paytlari bolalarni maktabdan, trenirovkadan olib kelishga mashinalarda borib kelardim men. To'g'rirog'i o'g'irlab chiqardim mashinalarini. Keyin turib telefon qilardilar. "Qayerdasan? Mashinani olib kelma, ishga ketishim kerak" deb. Ну вообще, sуть в том, что mashinalarni bir joyga urib olaman deb qo'rqardim, chunki mashina haqiqatan ham qimmat mashina edi. Xo'jayinim keyin charchaganlarida menga sразу o'zimning mashinamni olib berdilar. Xudoga shukr. Maslahatim avtoshkolada o'qib chiqqanlarga sразу mashinaga o'tirishlari kerak. Keyin o'tiraman, qachon mashina olaman deb yursalaringiz eslaringizdan chiqib ketadi qizlarjonlar. Keyin qo'rquv juda ham kuchli bo'ladi. Chunki bu yerda o'z rus tanishlarim bor. Haligacha mashina haydamaydi, lekin o'qib chiqqan, pravasi bor, уже 10 yil, 20 yil даже. Lekin mashinaga o'tirsam qo'rquv bor deydi, chunki nima deydi, o'qib chiqqan naviklar уже esdan chiqib ketgan qizlarjonlar. Agar sразу mashinaga o'tirsalaringiz, tezlikda o'rganib ketasizlar, qo'rquv bo'lmaydi. Men o'zi qo'rqmayman, mashina haydash juda ham yoqadi menga. Boshidan ham qo'rqmaganman, наверное.
aytamanki bir qo'rqishim shu xo'jayinimni mashinalarini bir joyga urib olaman deb qo'rqqanman. Nimaga mashina haydashni o'rganishga o'qiganman? Chunki uchta bolam kichkina edi. Katta o'g'illarim trenirovkalarga qatnardi. Qizim juda ham chaqaloq qo'limda edi. Qish bu yerda juda ham izg'irin, bilasizlar. Shuning uchun avtobuslarda mana bu katta kurtkalar, qishki kurtkalar juda qalin, juda og'ir. Avtobuslarga bolalarni ko'tarib chiqish paytlari juda ham qiynalganman. Odamlar yordam bergan. Nima uchun xo'jayiningiz bo'lmaganmi deb so'rashlaringiz mumkin. Ha, xo'jayinim bo'lmagan. Xo'jayinim ko'p nimada ishlardilar, uzoqda ishlardilar. Shuning uchun xo'jayinim bo'lmagan yonimda, lekin bolalarni o'qishiga, trenirovkalariga обязательно e'tibor qilganmiz, hammasini hamma joyga berganmiz. Shuning uchun keyin charchab ketganimdan xo'jayinim o'qi mashinada etib olib kelasan deb shu mashinaga o'qishga borganman, avtoshkolaga. Keyin yana bir nimani aytib o'tmoqchiman. O'sha yerga borganimizda trenirovkalarga ayollarni ko'rardimda, rus ayollarni bitta bolasini berib qo'yardida, o'zi kitobchani o'qib o'tirardi. Qachon shunaqa paytlar kelayotgan, qachon meni farzandlarim ham shunday katta bo'lib kitob o'qib o'tiraman deb havas qilardimda. Shunda ham hasad qilmagan ekanman, havas qilgan ekanman. Havas qilinglar qizlarjonlar. Lekin shuncha yil o'tdi, biron marta haligacha kitob o'qib bolalarimni kuydirganim yo'q, chunki bolalarimni sразу etib qo'yaman. Ularni trenirovkasidan olib kelgancha uyga kelib bir ishimni qilib ketaman. Ish tugamaydi bizda, bilmadim sizlarda qanday. Shu holigacha orzu bo'lib qolgan deydi-ku, shu narsa kitob o'qib o'tirish, bolalarni kutish. Короче, qizlarjonlar hamma joylarni yig'ishtirib bo'ldik. Bu yerda yig'ishlarni ham o'g'lim olib tashadi. O'z trenirovkaga chiqib qolyapti, mana bu yerda o'g'ladi. Tak, bu yerlarni ham tozalab bo'ldik. Qishlarni mana bu yerga joyladi hozir. Shu salqin cho'taman charchadim. Ertaga ishlayman endi bo'ldi. Bu yerlarni tozalab bo'ldim chiroyli qilib. Mana bularni, mana bu o'tlarni, yulgan o'tlarimni hammasini teplitsaga ko'maman. Og'darib, chunki gnoy bo'lib, juda ham yaxshi hosil beradi kelasi yil. Bular ham nimaga kiradi, teplitsaga. Mana bu hamma narsa teplitsaga kiradi. Tak, mana bu barglarni yig'dim. Hammasini teplitsaga tashlayman. Teplitsa ahvoli mana bunaqa. Qo'rqib ketmanglar, ertaga xudo xohlasa teplitsani yig'ishtiramiz. Полностью olib, ko'k pomidorlarni tuzlayman, наверное. Chunki уже все yebmaydi bilan. Peretslarim turibdi hali, если что. Bugun kirlarni o'chib qilish kerak, ikkinchi etaj yig'ishtirish kerak, shuning uchun bugun ilojim yo'q. Еще kadr mantiq qilmoqchiman, ish ko'p. Malinalarni kesib tashlamoqchi edim. Qo'li bilan so'lyapti-da, qo'l pishyapti. O'g'lim aytadi-ku, keyin kesamiz, kesmaylik deb o'g'avariyat qildi. Meni bilmayman, sovuqqa qotadimi bular ili. Mana ko'ryapsizlarmi? Qo'l pishyotibdi. Bularga второй шанс berishga qaror qildik. Mana uzoqdan ko'rstinglar deyapsizlar, mana uzoqdan. Огородым, hali огородimda hech narsa yo'q. Hech qanaqa daraxtlar yo'q, daraxt ekmaymiz, наверное. Dekorativniy archalar ekaman, xudo xohlasa. Uyimiz mana ko'rinishi. Pastaga nimasi yo'q, nimaga deb so'rashlaringiz mumkin. Pastaga boshqa narsa qo'ymoqchilar, chiroyli qilib xo'jayinim. Shuning uchun faqat shunaqa qildi. Bilmayman, daraxt yo'q, lekin bu listlar qayerdan keladi? Ko'chadan kelsa kerak emas. Так что bugun uyga kiraman endi. Mana bu tomondan ko'rinishi uyimizda. Так что shunaqa.